Biz sizni kutgan edik, janob Song. Iltimos, biz bilan yuring. Lekin mening sheriklarimchi? Albatta, sizdan boshqa hammani mehmonxonaga joylashtiramiz. Iltimos, siz biz bilan bir joyga borishingiz kerak. Ochig'i biz jiddiy bosim ostidamiz. Ovchi Kristofer Qo'shma Shtatlarning kuchli ustunlaridan biri edi. Lekin u vafot etgan. Hozirgi vaziyat juda yaxshi. Chunki uning o'limi oshkor etilmagan. Tez orada uning o'rnini bosa oladigan ovchi topishimiz kerak. Demak, men nomzodlardan biriman, shundaymi? Deyarli. O'zingiz ham bilsangiz kerak. Yoxud toshning qiymati toshdan olingan maxluq bilan mutanosib kelyapti. Shoshmang, bu rasm. Nima? Rasmni yaqinlashtiring. Nimaga? Men bu rasmni ko'rmoqchiman. Kamishning tanasi haqidami? U qayerda? Biz tezroq o'sha joyga borishimiz kerak. Nima haqida gapiryapsiz? Men sizlarga ozgina vaqt ajratyapman. Evaziga meni shu yerga olib boring. Agar siz so'rayotgan ekansiz, yuqoridagilar buning ilojini qilishi mumkin. Agar kutish kerak bo'lsa, biz birga boramiz. Birga borib, birga kutamiz. Mayli, oldin o'sha binoning boshlig'i bilan gaplashib olishimiz kerak. Ketishim mumkin. Xo'p bo'ladi, ser. Xo'sh, u xohlaydigan yagona narsa kamishning tanasi, shundaymi? Lekin uning mahorati o'zi o'ldirgan maxluqlar bilan cheklanmaydimi? Ya'ni faqatgina o'zi o'ldirgan maxluqlarnikini chaqira oladi degani emasmi? To'xtangchi, maxluqni boshqa biri o'ldirgan. Lekin u uni qayta tiriltirib, o'zining shaxsiy askari qilib olsa nima bo'ladi? Mayli. Unaqa bo'lsa, uni shaxsan o'zim olib boraman. Tushunarlimi? Xo'sh, bu bizning eng dahshatli zindonimiz. Havoda sehr energiyasini sezyapman. Ehtiyot bo'ling, ovchi Song. Bu narsa juda ham xavfli. Ortiqcha harakat qilmang, iltimos. Xo'p, mayli, harakat qilib ko'raman. Uyg'on. Diqqat, ikkita urinish qoldi. Tushunarli. E'tiborimni jamlashim kerak. Uyg'on.